hozir bir odamga borib sizni organizni 80% olib tashlaymiz, bitta organizni 80% kesib tashlaymiz, siz jinnimisan deydi. Nimaga meni 80% organimni olib tashlaysan deydi. Odamlar mana shu narsani bilib turib shu narsaga boryapti. Nima bilasizmi? Bariatrik operatsiya. Semizlik haddan tashqari oshib ketdi. Odamlar vazni oshib ketyapti. Eng qiziq joyi, inson vazni oshsa nima qilish kerak? Inson vazni oshsa, demak, ovqatlanishini to'g'irlash kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, kaloriyalar balansini yo'lga qo'yish kerak, albatta gormonlarni ham tartibga solib olish kerak bo'ladi. Gormonlarni tartibga solishda yana uyquni roli katta. Demak, shuni qilish kerak aslida. Lekin odamlar unaqa qilmayapti. Odamlar eng oson va eng oddiy yo'lni bilayotganiga boryapti. Masalan, hozir bir odamga borib sizni organizni 80% ni olib tashlaymiz, bitta organizni 80% kesib tashlaymiz, siz jinnimisan deydi. Nimaga meni 80% organimni olib tashlaysan deydi. Odamlar mana shu narsani bilib turib shu narsaga boryapti. Nima bilasizmi? Bariatrik operatsiya. Bariatrik operatsiya oshqozonni 3dan 2 gohida 80% ni kesib olib tashlash evaziga, oshqozonni kichraytirish evaziga odamni ozishiga olib keladi. Mana shu holat haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Bariatrik operatsiya tibbiyotda qo'llaniladi. Bariatrik operatsiya ozishni eng oxirgi yo'li. Ya'ni bir bemorda semizlik kasali bor. U dieta qildi, gormonlarini to'g'irladi, sport bilan shug'ullandi. Shunda ham uni tabiatida o'zi shu kasallik tufayli ozolmayotganda o'ta darajada semirib ketdi. Boshqara olmayapti o'zini. 180, 200, 300 kilo bo'lib ketdi. Shunaqa odamlar bor. 300 kiloli odamlar bo'lib ketdi. Uni ana shu holati hayoti uchun xavf tug'diryapti. Yurak qon tomir sistemasi, bosh miya uchun xavf tug'diryapti. O'tirgan joyda uxlab qolyapti. Bo'lmayapti. O'lim xavf yuzaga kelayotganda bariatrik operatsiya taklif qilinadi. Yevropada shunaqa. Tushundingizmi? Bizda bariatrik operatsiyasini ana kuni videoda ko'ryapman. Vaznim 92 kilo edi deb 32 yoshli ayol qildiryapti. Nahotki 92 kilodan yetinglik 70 kiloga tushish uchun 22 kilo olish uchun oshqozoningizni 3dan 2 qismini oldirib tashlash shartmidi? Nahotki sizda iroda, kuch, quvvat yetmadi. O'ylaysizki, sizni oshqozoningizni Alloh taolo yaratganda 80% ni ortiqcha qilib yaratganmi? Uni o'rni yo'qmi organizmda? Uni o'rni bor edi va o'rnini siz bilasiz va biz ko'ryapmiz. Bariatrik operatsiyadan keyingi asoratlarni ko'ryapmiz. Hamma eng oson tez ozish xohlaydi, hech qanaqa mehnatsiz. Shu operatsiya qilinadi. 1 yilda 40 kilo ozdim, 1 yilda 30 kilo ozdim, 6 oyda 35 kilo ozdim. U baraka topkur. Unaqa ozish stress ozish hisoblanadi. U organizmga juda katta zarar yetkazadi. Chunki sizni oshqozoningiz 150 kiloli yoki 140 kiloli odamga vitamin yetkazadigan darajada katta edi. Uni energiya bilan ta'minlab beradigan darajada katta edi. Mana eng katta asoratlardan bittasini aytaman. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Bariatrik operatsiyadan keyin neyropatiya rivojlanyapti. Bizga sohaga tegishli nevrologiya. Nima uchun? Oyoqlarda, ya'ni periferik nervlarda nervlar atrofiya bo'lib qolyapti. Oyoq ozib ketyapti, yurishga qiynalib qolyapti. Nima uchun? Chunki oshqozon orqali so'riladigan gormon, vitaminlar bor edi. O'sha oshqozon bilan so'riladigan. Ya'ni asosan vitamin B guruhi vitaminlari, PP vitamini, ana shu nervlarga yordam beradigan vitaminlar edi. Ular birdaniga kamayib ketdi. Bunda katta odamda bunaqa darajada vitaminlar kamayib ketishi hech kim e'tibor bermaydi bariatrik operatsiyadan keyin. O'sha neyropatiyalarning rivojlanishiga sabab bo'ldi.